Bugun Song Plus Sprite versiyasining chempiondan farqlarini ko'rib chiqamiz. Hi BYD. Men shu yerdaman. Konditsionerni yoq. Yaxshi, konditsioner sovutish rejimiga o'rnatildi. Birinchi farq takomillashtirilgan intellektual tizim. Endi ovozli boshqaruv o'zbek tilini ham qo'llab-quvvatlaydi. U aniq, tez va internetsiz ham ishlaydi. Bu esa mashina bilan har qanday sharoitda ona tilimizda muloqot qilish imkoniyatini beradi. Ikkinchisi, mahalliylashtirish. Sprite uchun 17 ta butlovchi qism O'zbekistonda ishlab chiqarilmoqda. Bu BYDning yuqori sifatini saqlab qolgan holda xarajatlarni kamaytiradi. Uchinchisi, yangi Wi 5.0 interfeysi. U yanada sodda, aniq va to'liq sozlanadigan bo'ldi. Yuqori qatorda tezkor kirish, 20 dan ortiq ilova kartochkalari, shaxsiylashtirilgan pastki panel. Yana bir farq firma uslubi. Build Your Dreams yozuvining o'rniga endi BYDning ixcham logotipi va Sprite'ning maxsus belgisi o'rnatilgan. Har bir detalda qulaylik, mahalliylashtirish va uslub mujassam.